Solo rank uchun eng zo'r geroylardan biri bo'lgan Glue geroyi uchun guide. Glue'ni birinchi skillni shundoq bersangiz, u 3 sekunddan keyin portlab, raqibni 1 sekundga qotirib qo'yadi va unga magический urun beradi. Agar birinchi skillni berib turib, uni radiusiga o'zingiz kiradigan bo'lsangiz, u srazi portlaydi va sizni joningizni 5% ga tiklab beradi. Va birinchi skillingizni kirdizsa ham yana qaytadan ochiladi. Ikkinchi skillga keladigan bo'lsak, uni berganingizda Glue mayda gluchalarga bo'linib ketadi va dushmanga qaratib berganda dushmanni yarim sekundga sekinlashtirib, unga magический urun beradi. Bunaqa formada raqib ichidan yursangiz, raqib har 0,25 sekundda magический urun oladi va yurish tezligingiz ham 4 sekundga 10% ga oshadi. Bilishingiz kerak bo'lgan narsa, agar birinchi skillni berib turib, unga ikkinchi skillni bersangiz, siz u tarafga tortilasiz. Bunda ikkala skillingiz bir vaqtda ishlaydi. Bu komboni fightga kirishga, fightdan chiqishga, yetib olishga va qochib ketishga ishlatsa bo'ladi. Ultasiga keladigan bo'lsak, ulta berishdan oldin siz faqat skilllaringiz orqali raqibga stackga to'latishingiz kerak bo'ladi. Stack to'lgandan keyin ulta ochiladi va berganingizda ultangiz payti raqib o'lib qolsa, ultangiz yana 5 sekunddan keyin qayta ochiladi. Ultangiz payti bemalol birinchi va ikkinchi skillaringizda ishlatsangiz bo'ladi. Agar ulta bergandan keyin neto vaziyatga tushib qolsangiz, bemalol ultani yana ustiga qaytadan bosib, uni atmay qo'yarsangiz bo'ladi. Yana bir foydali maslahat, ikkinchi skill bilan bashlanachga kirganingizda sizga ma'lum bir vaqt bashna umuman urun bermaydi. Bu sheriklaringizga bashlanatida juda ham ko'p vaqt yutib beradi. Shunaqa foydali videolar o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Donatda bo'lsa, Uspinbot orqali tezkor va ishonchli tarzda qiling. Donat qilish jarayonida Caesar promo kodini ishlatsangiz, sizga ajoyib chegirmalar taqdim etiladi.